Orzularga berilgan inson bu dunyoda yashab o'zidan yo yaxshi yoki yomon nom qoldiradi. Insonlarning butun hayoti davomida yana bir dunyo orzular kezadi. Ana shu orzularning faqat bir qismigina taqdim etiladi. Yana shu orzularning ketidan quvadi, ammo eng buyuk orzu hech qachon ushalmaydi. Shu orzuni intizorlik bilan kutadi-yu, ammo bolalik, yoshlik ketib, keksalik kelganini bilmay qoladi. Shunda ham umid uzmaydi. Hayotida og'ir kunlarga, go'yo bir umr tugamas tunlarga, yig'larga, to'ylarga, armonlarga uchraydi. Shu tariqa inson bu dunyodan ushalmagan orzusi bilan o'tib ketadi. Halovat topmay butun umr orzularga berilib, o'z umrini tugaganini sezmaydi.